Assalamu alaykum, hürmetli radyo anlıqçılar. Anlavatqınızlar Uyghur Avazı internet radyosu. Bugün yakshanba 31 Mart. Germaniyada saat 22. Tövəndə sizlərə vaqtimqa anlatışımızın asası mazmunlarını qısqacha tanıştırıb ötümüz. Xotanda çoğ tutqun başlandı. Qahraman o'quvchimiz Abdukim Yaqub Xitoy hukumati tarafidan qo'lga olindi. Xitoy markaziy hukumati gazet jurnallarni qayta tartibga solish haqida yangi buyruq e'lon qildi. Xitoy hukumati Sharqiy Turkistonda matbuot va nashriyot sohasiga qattiq zarba bermoqda. Urumchi jamoat xavfsizlik tarmoqlari 2001-yili 357 qora tashkilotni fosh qilganligini e'lon qildi. Abdunum rayonluq siyosiy kengashining raisi janobi Şinjan'da iqtisodiy qurilish, siyosiy muqimlik navbatdagi eng muhim xizmat deb ko'rsatdi. Sharqiy Turkistondagi tamojnalarda tekshirish qattiq kuchaytirildi. Xalqaro kechirim tashkiloti Sharqiy Turkistondagi inson haqlari vaziyati haqida maxsus dokument e'lon qildi. Amerika Xitoy hukumatini Uyg'urlarga qaratgan bostirish harakatini to'xtatish to'g'risida yana bir qatim ogohlantirdi. Germaniya radiosida Sharqiy Turkiston masalasi. Pokiston hukumati madrasalardagi 20 ming o'quvchini chegaradan qo'g'lab chiqarmoqchi. O'z muxbirimiz Qutlug' O'rdaning Uyg'urlar uy makonlaridan ayrilib qolmoqda nomli maqolasi. O'z muxbirimiz Bug'daning Urumchidagi Namratlar mahallasi nomli maqolasi. Anlatışımızın oxirida diqqatingizga har qaysi joylardan stansiyamizga kelgan tabrik xatlarini sunamiz. Tövəndə xəbər anlatımız. Hörmətli radio anlıqçılar, proqramımızın oxiriga qadar biz bilan birga bo'lgaysizlar. Öz muxbirimiz Abdulla Pamirning vatandan xabar qilishicha, yaqinqi 10 kun ichida Xotan viloyatiga qarashli 7 nahiya bir shaharda Hizb-i Tahrir tashkilotining a'zosi degan batnom bilan 800 dan ortiq Uyg'urni Xitoy saqchi doiralari qo'lga olgan. Qo'lga ilinganlarning ichida madaniyat tarmoqlarida ishlaydigan ziyolilar, o'qituvchilar, diniy zotlar, tijoratchilar, hatto dehqonlarmi bor ekan. Tutilganlar Qarqash noyisidan eng ko'p ekan. Uningdan qolsa, Lop noyisidan tutilganlarmi xeyli ko'p bo'lib, Lop noyisining Yo'rinqash yezisidanlar 70 dan ko'p odam qo'lga ilingan. Navbatda tutqun qilish ishi yana davom qilib etibdi. Saqchi doiralari ko'ch-ko'y, mahalla-mahallalarda kecha-kunduz chorlash elib berayotgan bo'lib, butun Xotan rayonini vahima qoplab ketgan. Garchi shuncha ko'p odam qo'lga ilingan va qo'lga ilish helimi davom qilayotgan bo'lsa-mu, hukumat doiralari bu haqda hech narsa demagan. Aslida bu Hizb-i Tahrir tashkiloti O'zbekistonda paydo bo'lgan diniy tashkilot bo'lib, o'tgan bir qancha yil davomida O'zbekistonda ko'plagan odamlar Hizb-i Tahrirchilikda ayblanib turmalarga solingan edi. Garchi Sharqiy Turkistonda hech qachon Hizb-i Tahrir tashkiloti degan bundoq bir tashkilot yoki bu tashkilotning a'zolari bo'lmagan bo'lsa-mu, Xitoy doiralari qasdanga siyosiy g'avg'o paydo qilib, shu bahona bilan Xotan rayonida Uyg'urlarga qarata yana bir qatimliq cho'ng tozalash elib berayotgan bo'lsa kerak. Biz bu haqdagi tafsiliy ahvollarni radio anglag'uchilarimizga davomli xabar qilib turamiz. O'z muxbirimiz Abdulla Pamirning xabar qilishicha, Xitoy doiralari yaqinqi mezgilda butun Sharqiy Turkistonda elib berayotgan atalmish ideologiya sohasidagi milliy bo'lginchilikka qarshi kurashni qanot yajirish harakati bo'yicha qayta tarbiya olish faoliyati deb atalgan siyosiy harakat Sharqiy Turkistondagi siyosiy kayfiyatni texnik jiddiylashtirib, normal hayot tartibining buzilishini keltirib chiqarmoqda. Buning tufayli kishilar turli siyosiy urinishlardan bezor bo'lib, har xil shakllar bilan hukumatga o'z noroziligini bildirmoqda. Bo'libmi, maktablarda turli siyosiy o'g'inish va yig'inlar avj olib ketib, o'qitish ishlari palaj ahvolga tushib qolg'achqa, o'quvchilar orasida hukumatga qarata qattiq norozilikni qo'zg'amoqda. Hatto bu norozilik o'quvchilarning g'azab nafratini oshirmoqda. Muxbirimiz yo'llagan mazkur xabarda aytilishicha, Qashqar shaharlik 4-o'rta maktab to'liq o'rta 1-yillik sinf o'quvchisi Abdukim Yaqub yaqinqi kunlarda maktabda siyosiy o'g'inish va yig'inlar ko'payib ketib, normal o'qish tartibining buzilganligiga uchirganiga bo'lgan noroziligini bildirish uchun o'sha oyning 14-kuni kechida
maktab ichida esig'liq turgan Xitoy davlat bayrog'ini elib tushirib yirtib tashlagan. Bu ish 3 kungacha maktab doiralari tomonidan bilinmagan. 3 kundan keyin Ablakim maktab mudiri Farhatga imzosiz xat yozib, xatni uning uyiga o'g'irlikchi kirgizayotgan. Xatda Farhat mudir ma'nisiz siyosiy yig'inlarni to'xtatib, bizni normal dars o'qig'ili qo'y. Agar yana to'xtatmasang, ximiya darsida o'rganganim bo'yicha bomba yasab seni portlatib o'taman. Bayroqni men elvatdim. Aslida shu bayroqning o'rniga Sharq Turkistonning bayrog'ini osmoqchi edim. Biz to'liq o'rta 6 sinfdagi 200 ga yaqin o'quvchilarning hammamiz jangga tayyorlanib qo'ydik. Buni bilib qo'y deb yozilgan ekan. Bu ish maktab doiralari tomonidan cho'ng siyosiy voqea sifatida darhol yuqoriga ma'lum qilingan. Shahardagi yerlik hukumat doiralari aloqasida bo'lishib ketishgan. Shaharlik partikom va hukumat boshliqlari hamda soqchilar voqeani bartaraf qilish uchun darhol maktabga yig'ilgan. Maktabda soqchilarning nazorati ostida qattiq tekshirish boshlangan. 3 kun davom qilgan xat pujurkisini tekshirish davomida mazkur Ablakim degan o'quvchining pujurkisi oshkor bo'lib qolgan. Soqchilar Ablikimni darhol qo'lga olib so'roq qilgan. So'roq davomida Ablakim qilchi huduqmasdan o'zi qilgan ishlarni to'liq bayon qilgan va nima uchun shunday qilganligi haqida o'z ko'z qarashlarini bemalol so'zlagan. Bu voqea Xitoy doiralarini nihoyat aloqasida va sarsamga solayotgan. Ular Ablikimni qo'lga olgandan so'ng maktab mudiri Farhat va Ablikimning sinf mas'ulini xizmatidan to'xtatib, masala topshirishga o'rinlashtirgan va voqeaning javobgarligini ularning ustiga atgan. Nazarbog' 4-o'ttiridagi bu voqeani tekshirish va aniqlash ishini Qashqar shahrining muavin boshlig'i siyosiy qonunga mas'ul Osman Davud o'z ustiga olgan. 24-mart Qashqar shaharlik partikomining muavin shujisi Javdiyachi 4-o'ttiri maktabda tekshirish olib borgan. Hurmatli radio anglag'uchilar, hozirga qadar bu voqea Xitoy doiralari tomonidan jiddiy tekshirilmoqda. Markazimiz bu voqeani ta'qib qilib turmoqda. Bu haqda radio anglag'uchilarimizga yana ma'lumot berishga tirishamiz. Öz muxbirimiz Uşqunning vatandan yollagan xabaridan ma'lum bo'lishicha, 25 mart kuni Xitoy markaziy hukumatı jiddiy uqtirish tushirib, Uyg'ur avtonom rayonida chiqadigan gazet jurnallarga qarata bir qitimliq qayta tartibga selish va tozalash elib berishni talab qilgan. Mazkur uqtirishda navbatda chet ellardagi milliy bo'lginchilar ichki materiallarni qo'lga tushirib olib, davlatning siyosiy maxfiyati va bexatarligiga og'ir xavf yetkazayotdi. Buning oldini olish uchun gazet jurnallarga va uning tarqalish yo'llariga bo'lgan nazoratni kuchaytirib, ichki materiallarning milliy bo'lginchilarning qo'liga tushib ketishining oldi elinishi. Bu jihatda mas'ul sodir qilgan gazet jurnallar qayta tartibga selinishi zarur topilganda nashrdan to'xtatilishi kerak deyilgan. Bu uqtirishning ro'yiga asosan 26 martdan e'tiboran Urumchi shahrida gazet jurnallarga qarata tozalash harakati boshlangan. Navbatda Urumchi shahrida jami har xil tilda 118 xil gazet jurnal va tashviqot bultonlari chiqadigan bo'lib, bularning 80%ni oshkora tarqatiladi ekan. Qolg'ini idora organlarda partiya a'zolari va hukumat xodimlariga tarqatiladigan ishki material ekan. Xitoy hukumati qonunsiz nashr buyumlarini tozalash bahonasida nurg'unlagan gazet jurnallarni to'xtatdi va o't qo'yib ko'ydirib tashladi. O'z muxbirimiz Temir Cho'qining Urumchidan yo'llagan xabari. 28 mart Urumchi shaharlik madaniyat idorasi va Urumchi shaharlik jamoat xavfsizligi idorasi birlikda Urumchi shahrining Do'ngshar rayonidagi axlatlarni betaraf qilish maydonida o'tgan bir qancha kun davomidagi kitob, gazet jurnallar va sin alg'u buyumlarga qarta elib berilgan tozalash davomida yig'ib olingan qonunsiz nashr buyumlarini va seriq mazmundagi nashrlarni naq maydonda ko'ydirgan. Muxbirimizning egallashicha, garchi hukumat qonunsiz nashr buyumlarini va seriq mazmundagi nashrlarni ko'ydirdik degan bo'lsa-mu, ko'ydirilgan kitob, gazet jurnallar va materiallarning xili bir qismi qonunliq nashr qilingan bo'lib, lekin hukumat
milliy bo'lginchilik ideyasi targ'ib qilgan yoki davlatning maxfiyatligini oshkorlagan deb qarag'ashqa yig'ilinib ko'ydirilgan. O'z muxbirimiz Cho'mir Cho'qining Urumchidan yo'llagan xabari. 28 mart Urumchi shahrida Urumchi jamoat xavfsizlik idorasining 2001-yillik xizmatlarni xulosalash va taqdirlash yig'ini ochilgan. Yig'inda oshkorlanishicha, o'tgan 1 yil ichida Urumchida 357 qora guruh tashkilot soqchilar tomonidan fosh qilinib, betaraf qilingan va tutish buyrug'i chiqarilganlardan 196 nafar siyosiy jinoyatchini qo'lga tushirgan. Tutish buyrug'i chiqarilib, tutilgan siyosiy jinoyatchilarning ko'p qismi Uyg'urlardan tarkib topadi ekan. Öz muxbirimiz Buğda'nın Urumchidan yollagan xabari. 25 mart günü Uyghur Abdunum Rayonluq Siyasi Kengaşının raisi Janobil, Abdunum Rayonluq Siyasi Kengaşının Beijing'de açılgan 2 yig'inining ruhini o'rganish bo'yicha ochgan yig'inida so'z qilib, Abdunum rayonimizning bundan keyingi xizmatlarining muhim nuqtasi G'arbni echish strategiyasiga moslashgan iqtisodiy qurilish va siyosiy muqimlikdan iborat 2 turga yig'inchoqlanadi deb ko'rsatgan. O'z muxbirimiz Uchqunning Urumchidan yollagan xabari. 29 mart kuni Urumchi tamojnisi davlat ichi va sirtidagi 3 xil unsurlarning moddiy buyum almashtirishini unumli tizginlash uchun Xinjiang Avasiya şirketi qatorliq o'rinlar bilan yangidan hamkorlik kelishimlarini tuzib chiqqan. Bu hamkorlik kelishimi bo'yicha har qaysi hamkorlashuvchi o'rinlar Urumchi tamojnisining talabi bo'yicha chegaradan kirib chiqayotgan buyumlar ichidagi xavfli xatchak, aksiyatchi tashviqot buyumlarini tepib chiqib topshirishi, shuningdek tamojnaning bu xil nashrlarni tekshirishiga moslashishi kerak ekan. Bu ish munosabati bilan Urumchi tamojnasining boshlig'i Jong Jinja muxbirning ziyoratini qabul qilib, Xinjiangda tamojna ishlarining kundan kunga murakkablashib ketayotganligini, bu qitimqi tuzilgan kelishimning mushu xil zaruriyat sababidan tuzib chiqilganligini e'tirof qilgan. Egallanishicha, chegara sirtidan Xinjiangga kirayotgan qurol-yarog, o'q-dori va boshqa hukumatni tashvishga soladigan buyumlar Xinjiangning yerlik amaldorlarini qattiq bearam qilmoqda ekan. Mart günü Xalqaro kechirim tashkiloti Sharqiy Turkistondagi inson huquqlari vaziyati haqida 24 betlik maxsus doklad e'lon qildi. Dokladda 11 sentabr voqeasidan keyin Xitoy hukumatı terrorizmga zarba berishni bahona qilib, Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarga qaratgan bostirishni kuchaytganligi, yaqinqi bir qancha yil davomida Sharqiy Turkistonda bo'lginchilik harakatlari sodir bo'lmagan bo'lsa-mu, oldingi 6 oy davomida bir qancha ming Uyg'urning qo'lga ilinganligi, ulardan ba'zilariga o'lim jazosi berib, shu hamon etib ijro etilganligi aytilgan. Dokladda Xitoy hukumatı tarafidan qo'lga ilinib, uzun muddatli qamoq jazosiga va o'limga mahkum qilingan bu Uyg'urlarning amaliyotda terror bilan hech aloqasi bo'lmagan begunoh kishilar ekanligi, ularning faqatla o'z milliy madaniyati va diniy e'tiqodini qo'daganligi uchunla mushundaq ig'ir jazolarga tortilganligi qayd qilingan. Dokladda yana Xitoy hukumatining Sharqiy Turkistonda yurgizayotgan inson huquqlari tajovuzchiligi qilmishlari ayblanib, Xitoy doiralarining Uyg'urlarga qarata elib berayotgan bostirish harakatlarini to'xtatishi talab qilingan. Shuningdek, Amerika va G'arbdagi demokratik davlatlarning Uyg'urlarga qarata yurgizayotgan bostirish harakatlarini to'xtatish haqida Xitoy hukumatiga besim ishiltishi murojaat qilingan. Xalqarodagi nopozliq kishilik huquq organi bo'lgan Xalqaro kechirim tashkiloti tomonidan Uyg'urlar haqida mundaq bir dokladning e'lon qilinishi, ya'ni kelib bu dokladning Xitoy hukumati Uyg'urlarni terrorist deb qaralayotgan hamda Sharqiy Turkistondagi bostirish harakatlarini jiddiylashtirayotgan mushundaq bir paytda e'lon qilinishi Sharqiy Turkiston mustaqillik da'vosi uchun, jumladan barcha Uyg'urlar uchun alohida ahamiyatga ega cho'ng voqea hisoblanadi. Kishini texmi xushal qildigini shuki, Xalqaro kechirim tashkiloti mazkur dokladni tayyorlashda Sharqiy Turkiston informatsion markazi tarqatgan Sharqiy Turkiston vaziyati haqidagi ushur va ma'lumotlardan keng doirada foydalangan. Bundan burun xalqaro kishilik huquq organlari Sharqiy Turkiston va Uyg'urlar haqida dokladlarni tayyorlashda xalqarodagi Uyg'ur tashkilotlari ta'minlagan ishonchli manbalar yetarsiz bo'lg'achqa, ilojsiz boshqa manbalarga tayanishga majbur bo'lgan edi. Bu qitim Sharqiy Turkiston informatsion markazi tarqatgan uchur ma'lumotlar
xalqaro kechirim tashkilotining ishonchini qozongan. Bu albattaki Sharqiy Turkiston informatsion markazining o'tgan 6 yil davomida turli qiyinchiliklarni yengib ishlagan jafoli xizmatlarining natijasi. Bu bizga siyosiy tashviqot xizmatining mustaqillik davoyimizning xalqaro tanilishi va bundan keyingi ravoji uchun qanchalik muhimligini tushuntirib berdi. Birinchi mart kuni Xalqaro kechirim tashkiloti Sharq Turkistondagi inson haqlari vaziyati haqida 33 betlik maxsus doklad e'lon qilgan. Dokladda 11 sentabr vaqasidan keyin Xitoy hukumatı terrorizmga qarshi turishni bahona qilib, necha minglagan Uyg'urni qo'lga olganligini bildirgan hamda Uyg'urlarga yurgizayotgan bostirishni to'xtatish haqida Amerikaning Xitoy hukumatiga besim ishlatishini talab qilgan. Bu munosabat bilan 22 mart kuni Amerika Tashqi ishlar ministrligi bayonot e'lon qilib, Xitoy hukumatini terroristik harakatlarga qarshi turish tadbirlarini Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarni bostirishning bahonasi qilolmasligini yana bir qatim ogohlantirgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining muavin bayonotchisi Laykar so'z qilib, biz Beijing hukumatiga xalqaro terrorizmga zarba berish harakatini o'xshamagan siyosiy ko'zqarashdagilarni bostirish va diniy e'tiqod erkinligini cheklashning bahonasiga aylantirib olmasligini aniq bildirib o'tgan edik degan. Laykar ta'kidlab yana mundoq degan: terrorizmga zarba berish harakati cho'qim kishilik huquqqa hurmat qilish asosida elib berilishi kerak. Dunyo Uyg'ur yoshlari qurultiyi ijroiya komiteti tashviqot bo'lim mas'uli Akram Hizmning bugun soat 14da bergan ma'lumotiga qaraganda 4-oyning 9-kuni Xitoy prezidenti Jiang Zeminning Germaniyaga kelishi munosabati bilan Germaniyadagi yoshlar qurultiyi a'zolari va yoshlar qurultiyi bilan aloqador bo'lgan turk tashkilotlari jamoati navbatda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizayotgan bostirish siyosatiga qarshi keng ko'lamli namoyish olib borgan. Akram Hizm yana yoshlar qurultiyi vakillarining 4-oyning 17, 18, 19 kunlari Jenevaga berib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti inson haqlari yig'ini munosabati bilan Xitoyga qarshi keng ko'lamli namoyish olib borganligini va Xitoy kommunist hokimiyatining Uyg'ur xalqi ustidan yurgizayotgan davlat terrorini fosh qilganligini eskartdi.这里是德国之声 Deutsche Welle。各位听众，在正在举行的联合国人权会议上，德国外长批评了中国的人权状况，特别对少数民族及不为官方所接受的宗教团体的境况表示了关注。24 mart kuni Germaniyaning chet ellarga qarata anglitish beradigan Germaniya ovozi nomli nopozli radiosining Xitoy tilidagi anglitishida Sharqiy Turkistonning 11 sentabr voqeasidan keyingi vaziyati haqida keng ma'lumot berildi. 1949年中国共产党建政之后，鼓励大批汉人移民新疆。维吾尔等当地民族觉得自己的文化及宗教特征受到了前所未有的威胁，于是不满情绪也随之越来越明显。柏林学术及政治基金会的中国问题专家瓦克尔表示， 我认为维吾尔人认为受到歧视并不是没有道理的，他们现在面临着在自己的自治区内成为少数民族的危险。如果研究一下新疆人的人口发展，就会发现汉人现在已经占到总人口的 40%， 而1949年的时候，汉人的比例大概只有 3% 到 4%。 不难发现，越来越多的汉人涌入新疆，而经济发展给维吾尔及当地其他少数民族带来的好处却是极为有限的。 Xabarda aytilishicha, Germaniya Tashqi ishlar ministri yaqinda Sharqiy Turkistondagi inson haqlari vaziyati ustida to'xtalib, 11 sentabr voqeasidan keyin Xitoy hukumatı terrorizmga qarshi turishni bahona qilib, Uyg'ur mustaqilchilariga qaratgan bostirish harakatlarini jiddiylashtirganligi, minglagan begunoh Uyg'urning turmaga tashlanib, qiyin qistoqlarga duchor bo'lganligi, ba'zilarga o'lim jazosi berilganligi qayd qilinib, Xitoy hukumatini xalqaro inson haqlari prinsiplariga amal qilib,
Uyg'urlarga yurgizayotgan bostirish harakatlarini to'xtatishga chaqirgan. Mazkur anglitishda yana Germaniya kishilik huquq organining maxsus xodimlari radio muxbirining Sharqiy Turkistondagi vaziyat va Uyg'urlar haqida so'rgan savollarga javob berib, 11-sentabr voqeasidan keyin Sharqiy Turkistondagi inson huquqlari vaziyati texnik yomonlashib bormoqda. Xitoy hukumati Uyg'ur mustaqilchilarining xalqaro terror kuchlari bilan aloqasi bor deganni bahona qilib, ularga bo'lgan bostirishni yanada kuchaytirmoqda. Aslida Uyg'ur mustaqilchilarini terrorist deb qarash noto'g'ri. Uyg'urlar o'z milliy madaniyati, diniy e'tiqodi va milliy mavjudligini qo'g'dash uchun tirishayotdi. 1949-yili bu rayonda Xitoy aholisining soni faqatla 3-4% bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda ko'payib 50%ga yaqinlashgan deb ko'rsatgan. Yana shu anglitish davomida Sharqiy Turkiston informatsion markazining bayonotchisi Dilshod Rashid muxbirning ziyoratini qabul qilib, Sharqiy Turkistonning yaqinqi vaziyati va navbatdagi ahvol ustida to'xtalgan. U so'zida 11-sentabr voqeasidan keyin Xitoy hukumati Uyg'urlarni terrorist deb ayblab, Uyg'ur mustaqilchilarini qattiq bostirdi. Oldingi yarim yil davomida 3000 dan ortiq Uyg'urni turmaga soldi. 25 Uyg'urga o'lim jazosi berib etib o'ldirdi degan. Dilshod Rashid so'zining oxirida yana Sharqiy Turkistonning navbatdagi eng yangi vaziyati ustida to'xtalib, yangi yil kirgandan buyon Xitoy hukumati Sharqiy Turkistonda ideologiya sohasidagi milliy belginchilikka qarshi turish kurashini qanot yoydirish va milliy belginchilikka qarshi turish bo'yicha qayta tarbiya ilish harakati degandek siyosiy harakatlarni elib berayotdi. Natijada milliy ma'rif, adabiyot, san'at, axborot, nashriyot, radio, kino, televiziya sohalariga bo'lgan nazorat va kontrollik burunqidan natijasiga kuchayib ketdi. Hatto qayta tartib solishni bahona qilib, Uyg'urlar ochgan internet choyxonalarini majburiy taqib etildi. Sharqiy Turkistonda siyosiy harakatlarning avj elishi Uyg'urlarning Xitoy hukumatiga bo'lgan noroziligining texnik kuchayishiga sabab bo'lmoqda. Öz xəbərimiz. Pakistanda mədraslarni yenidən islah qilish harakati davom qilyotdi. Yangi tizimga asosan davlat bo'yicha butun madrasalarda o'qiyotgan 20 ming chet ellik o'quvchidan qo'lida Pokistonda turish ruxsat xati bo'lmaganlar davlatiga qaytarildi. Pokiston Diniy ishlar ministri Mahmud Qazi yaqinda bergan bayonotida madrasalardagi 20 ming chet ellik o'quvchini yangidan tizimlaydiganligini, madrasalardagi bosh-boshliqqa xatim bermoqchi ekanligini aytdi. Qazi yana madrasalarga o'qishga kelgan chet ellik o'quvchilardan Pokistonda turish ruxsatnomasi bo'lmaganlarni chegirdan qo'g'lab chiqardiganligini bildirdi. Boshqa davlatlardan Pokistonga kelib, madrasalarda o'qish arzusi bo'lganlarning Pokistonda qilishdan burun Pokiston milliy ta'lim-tarbiya o'rinlariga iltimos sunib, ruxsat elishi lozimligini bayon qilgandan keyin, ishlar surishta qilinib bir taraf bo'lgandan keyin muvofiq ko'rilganlarning Pokistonda kelib, madrasalardagi o'qishni davomlashtirsa bo'lganligini bayon qildi. Gazi bu tadbirlarning madrasalardagi radikal iqimlarning oldini olish uchun hozirlangan tunji qadam ekanligini bayon qildi. Xitoyning harbiy qismini etishdan iborat nayrangvoz siyosining qurboniga aylanayotgan Sharqiy Turkistonning janubiga joylashgan Oqsuv shahri turli boyliqlari va afzal sharoitlari bilan yerlik, yezi egilik birinchi diviziyasi va ishkirdan chiqayotgan Xitoy oqqullarning talishib yeydigan lo'q go'shiga aylanib qolmoqda. Bu Xitoylarning bir qismi viloyat miqyosidagi turli hukumat apparatlarining muhim huquqini, muhim xizmat o'rinlarini, shundaqla moliya, iqtisod, savdo tijorat yo'llarini o'z qo'llarida kontrol qilib olgan bo'lsa, yezi egilik birinchi diviziyasining har qaysi tuvan maydonlaridagi terrorchi Xitoylar necha ming mo'lab terilgan yerlarni hukumatning e'tibor berish siyosatidan foydalanib intayin oz, hatto tamoman boychilik to'lamagan asosda xalqincha terib, hasalab foyda ko'rmoqda. Ular har yili tergan kivazlarining g'o'zsini tergan chog'da 3 turpon, kelpinga o'xshash terlugu yerlari oz, namrat noilalardan Uyg'ur dehqonlarini intayin tuvan haq bilan yollab ishiltidi. Bu Uyg'ur ishlamchilar orasida yeshi 70-80 ga borgan buvay momaylar, 10 yoshlik bolalar, yashangan ayollar va yosh onalar bo'lib, bular Xitoy xo'jayinlarining talebi bo'yicha qattiq issiqda g'o'z terdi. Yezigilik birinchi diviziyasining bir amaldori bu ishni millatlar ittifoqligini ilgari surish, yerlik dehqonlarning iqtisodining yaxshilanishiga yordam berish uchun deb tushundirgan. Ushshaq yayma o'rinlari,
soda setik bozorlari, qurilish o'rinlari, yemek içmekten tartib oddiy qo'l hunarvanchilikchi bo'lgan barliq terikchilik yo'llarini Xitoylar egilib olgan bo'lsa-mu, shaharlik tozliq idorasida Uyg'urlardan tarkib topgan tozliq atriti a'zolariga boshliq bo'lib yuradigan Xitoy amaldorlaridan boshqa birmi Xitoy tozliqchisi bo'lgan emas. Tozliq atritidagi Uyg'urlar qo'llariga supurgilarini ilib, qattiq issiq, qahraton sovuqlarda 8 soat to'xtamay yo'l supurdi. Navoda ularning bekor turib qolgan tuyuqsiz chorlab kelgan boshliqlari tarafidan sezilib qolsa, muashi tutilindi yoki ishdan qo'yilindi. Bularning tozalash doirasi barliq cho'ng-kichik yo'llar bo'lib, Xitoylarning savdo qiladigan do'konlarining oldi, yoyma o'rinlari, shahar ko'chalaridan iborat. Kirilib yurishib, yovvoyi maxluqlardek mehnat qilayotgan savdo do'konlaridagi Xitoy xo'jayinlar aqlab tashlab paskin qilgan yerlarni Uyg'ur tozalaqichilari supurib tozalaydi. Shanxay va Xinandan yordam berish, maktab ochib berish nomi bilan kelayotgan Xitoylar bu yerga kelibla viloyatlik partkomdan tortib ma'muriy mahkama va viloyat doirasidagi barliq idora o'rinlarida 2-3 yillab mo'yin huquqlarini yurgizib, bu joylarni o'z manfaat doirasiga ilib olgan bo'lib, ular har qaysi noya shaharlarga maktab selib berish, moddiy jihatdan yordam qilish, pul va qatnash vositalarini iyon qilishdek usullar bilan xalqning ko'nglini o'zlariga moyil qilib, sodda kishilarni oldirmoqda. Bular hukumatning o'zlari uchun tayyorlab qo'ygan turli e'tibor berish siyosatidan xalqancha foydalanib, yerlik hukumat bilan sodilishib, siyosat xarakterlik majburiy vayron qilgan cho'ng-cho'ng zavod, fabrika, korxonalarni, shahar ichidagi muhim savdo markazlarini, sayohatchilik nuqtalarini, qadimiy jilg'alarni, issiq suv arshonlarini bas-bas bilan setib olib, qadimdan tartib mushu yerdagi xalqqa, tabiatga mansub bo'lgan go'zal muhitning xo'jayinlariga aylanib olmoqda. Masalan, bunun tipik misallardan biri bo'lgan Aqsu viloyatining Onsu noyasidagi qadimiy mazali mashayihlarining biri hisoblanadigan Qirmish Atam mazari Onsu noyasida qurilgan sayohatchilik guruhi bosh shirkati tomonidan setib olingan bo'lib, Qirmish Atam mazari nomi bilan atilib kelayotgan bu dangliq mazarning nomi qandoqdir Xitoycha Chenshen Shangmuyan, ya'ni Tangirtog' sirliq o'rmon bog'chisi degan ism bilan atilib, sirtda ichirilgan sayohat rayoniga aylandi. Yerlik axborot o'rinlari Xitoylarning bu muborak joyning qadimiy atalg'isini xohlagancha o'zgartirib qo'llanishiga hech qanday inkos qaytarmaganning ustiga o'zlarining mushu nomni qo'llangan. Noyalik tarix tezkira ishxonasimi bu ishga qarata jiddiy posiyada bo'lmagan. Qadimdan tartib to'q alam bog'lab, qon qilib istiqomat qiladigan bu muqaddas joy hozir Uyg'urcha kiyim kiyib olgan Xitoy qizlarining turli millatdagi sayohatchilarni agashtirib sayli qiladigan sayligohga aylandi va azaldan dinsizlarning kirishi cheklangan bu muqaddas makonda ko'ngil ichish aslahalari, oshxonalar hozirlanib, aroq ichib buzuqchilik qiladigan oromgohga aylanib qoldi. Mazar ichidagi buloqlardan chiqadigan suvlar turba orqali tortilib ketilib, Xitoylar qurib olgan ichimlik zavodlarida botilkalarga qachilinib, sop buloq suvi ismi bilan atilib setilmoqda. Qirmish Atam mazarga tavob qilish uchun kelgan Uyg'urlarning ba'zilari ishikdan kirish biletining qimmatligi sababidan keyni yenib ketishga majbur bo'lmoqda. Hukumat ichkaridan chiqqan tijoratchi Xitoy boylariga har jihatdan e'tibor berish fursati yaratib berib, savdo yo'llarini xohlagancha tanlab olishga yo'l qo'yib kelyapti. Shahar ichidagi azaldilar Uyg'urlar to'plashib savdo qilib kelayotgan Oy bozor, Shangang bozori qatorliq bir qancha muhim bozorlar varaqlar Xitoy savdogarlarining qo'liga tushib ketgan. Yangidan silingan va silinayotgan Landau, Dunga, Asirxualin, Tinglong xalq savdo sarayi va milliy buyumlar savdo sarayi qatorliq yer usti va yer osti savdo bozorlari maxsus Xitoy tijoratchilari uchun ochilgan bo'lib, Xitoy xo'jayinlari yollab ishlatgan Uyg'ur qizlaridan boshqa bundaq joylardan savdo o'rnida ega bo'la olgan Uyg'ur savdogarlari yo'q deyarlik. Hukumat yana Pokiz shahar, bag'ishlashgan shahar bino qilish nomi bilan shahar ko'chalari ichiga joylashgan Uyg'urlar mahallasini chiqib tashlab. Masalan, Qizil Ko'rik, Bangshan ko'chasi, Langar mahallasi, Osuq ko'chasi, Shangang bozoriga joylashgan Uyg'ur mahallalari buning tipik misoli. Hukumat farmon tushirib bu yerdagi Uyg'ur aholilarining noroziligi, ko'z yoshlari, yolg'izliklarga qaramay turli qattiq yumshoq vositalarni ishlatib, bu yerdagi Uyg'urlarni ko'chirib etib, uylarini chiqib tashlab, qurilish qiluvchi o'zgar Xitoylarga yuqori bahada setib berib, maxsus turalg'i uylarni solmoqda. Xitoy amaldorlarining aytishicha, yer hukumatning bo'lib, hech kimning ko'chmayman deb jidal qilishga ruxsat yo'q ekan.
Öylері çekirilgen Uygurlar şehirge yirak bolgan naçar yerlerden özleri kesip verilgen azgına öylik yerlerge razı boluşqa mecbur bolmakta. Uygurlar Xitay hökumetinin Uygurlarını şehir sırtıga tarqaqlaştırış iflas siyasının qurbanıga aylanmakta. Şehir içige silingan turalgı öyler könsürüp köpüyüp ketayotgan Xitaylarning ölücük uğusuga aylanmakta. Nemeli dese hoş dep turulgan quruq жазıga aylanıp qalgan Uygur əməldarları yaqinlarda quruq doklap beriş, Xitayning menfaati uchun selinadigan turlik binolarga qo'l selish, murosimiga lent kesib berish bilan ko'nglini xush qilib yuradigan bo'lg'achqa, uy makonsiz qilayotgan Uyg'urlarning ahvosari ularning qulig'iga yetgani yo'q. Kundan kunga hasilab ko'payib, qora chumilidek chimildishib yurishgan Xitoylar iblislarcha qora qo'lini Uyg'urlarning qo'lidagi oxirgi bir parcha nonga uzatib, o'zlarining iflos, ushuq, sharmanda Aç göz mahiyetini texim aşkarlap, xuddi bir top çilbörlerdek bu aziz şehirning bag'rini xun qilib, yurgini yalmap yemekte. Bu haldan eğirip xursunib, qalbi, vicdani, g'urur tuyg'usi tilg'inib, vatan millat haqidagi eğir xiyollar yerkisini taqdek besib, yorliq nurlarga ko'zdirib talmirib ketayotgan har bir Uyg'ur kunlarini g'azab va qisiz o'tir ichida o'tkazmoqda. Ruhiy va moddiy jihatdan eğir yo'qotishga uchrayotgan shahar xalqi zalimlarga zavalliq, o'zlariga hurlik tilab Alloh egamga iltijo qilmoqda. Ürümçi 2 milyondan artıq ahali yaşaydigan Şərqi Türkistanның ən çoğ mərkəzi şəhəri. Şəhərdəki asman pələk hayvətlik binalar, koçlarga patmay ketiyotgan maşina və adamlar, avat soda bazarları, Ürümçiga tunji kelgan har qanday kishiga bir turlik avat zamonaviy shaharning ta'sirini berdi. Lekin shu hayvat binolarning orqasida Yamanlıq teg'i deb atiladigan qaqas bir tog' rayoni bor. Bu Ürümchining Avat shahar rayoniga tubdan o'xshamaydigan mashhur Namratlar rayonidir. Bu yerga asosan ko'pchiligi Sharqi Turkistonning janubidagi Namrat rayonlaridan kelgan Uyg'urlar yashaydi. Men yaqinda ularning turmush ahvolini bilib beqish maqsadida bu Namratlar rayoniga bordim. Bir to'plikka ko'tarilganda ko'z oldimda tamoman o'xshamaydigan ikki xil manzara, ikki xil dunyo ayon bo'ldi. Alda tarafimda pakar vayrona kap uylar, tar, egri-bugri paskina ko'chalar, hamma yerda ko'zga tashlanib yotgan axlat dovlari, tirikchilik tashvishida vaqtsiz qaddi pukilgan odamlar. Arqa tarafimda bo'lsa, asman palak binolar, kangri pokiza yo'llar va g'am tashvishsiz yurgan odamlar. Vaholanki, bu vayrona kaplarda yashayotganlarning hammasi Uyg'ur. Ava hashamatlik binolarda yashayotganlarning mutlaq ko'p qismi Xitoy. Men yili oldi tarafga, yili orqamdagi manzaraga qarab bir pas sukutga cho'mgandan keyin eg'ir bir xursinish ichida yo'limni davom etkizdim. Bu yer giyoh unmaydigan pakar tog' to'piligi edi. Ba'zilar to'pilikning bir tarafini qo'llab, ustini aski-tuskilar bilan yipib uy qilib olgan. Sal ahvoli yaxshiroqlari tash va xish parchalaridan odam bo'yidan sal egiz keladigan uylarni qurib olishgan. Vaqtning o'tishi bilan tar, radsiz, egiz past ko'chalar paydo bo'lgan. Bu yerdagi uylarda ne turbusi, ne gaz va ne boshqa turmushni qulaylashtiradigan zamonaviy asarlardan so'z etish mumkin emas. Hatto bir qism uylarda to'xmi yo'q ekan.
Tok pulu төләшкә qısılıb cinçiraq yoki sham yiqib o'ltirdi ekan. Suni necha 100 metr yiroqlikdagi tog'ning tuvan tarafidan setib elib, chelak va to'mir to'ng'i to'shib ichir ekan. Men ketib etib, ayollarning 5-600 metr egizlikdagi tog' ustiga apkash bilan ming mushaqqatda suv to'shib kelayotganligini ko'rdim. Qattiq sovuq bo'lishiga qaramay, odamlarning usti-beshi ko'na va yelin edi. Men bu yerda normal bestlik, ro'yi ko'tarangi odamlarni asosan uchratmadim. Hammasilar birdan-biri o'ruq, chiroyidan ta'sirat to'kilib turgan odamlar edi. Tilamchilik qilib o'ltirgan Uyg'ur buvoy mo'maylar qadamda bir uchrab turadi. Bu ko'ngilsiz manzarlarni ko'rib xushnutsiz bo'ldim. Menamni bu odamlar o'zining jannat misoli, bog' bo'stonlik yurt mahallarini tashlab, bu aski vayroniga nima deb keladigandu? Bu yerdagi turmushning arzulig'idek nimasi bor? Yurtidagi turmush buningdimi betarmidi? Degandek savollar shulg'ib oldi. Men savollarimga javob tepish uchun har qaysi yurtdan kelgan, har xil yoshdagi kishilar bilan paranglashdim. Men Qashqarning Payzvat noyisidan kelgan, deb gap boshladi 45 yoshlardagi Abdurahmon ismli kishi. Yurtda yil bo'yi yerga ishlab, yil oxiriga borganda yana qarzdan qutula olmadik. Qulimiz u yildan bu yilga 4 tanga pul ko'rmadi. Buni azdab har yilda 2-3 oy bekorga asharga ishlaydigan gap. Oxiri chidamay balajaqamni ilib tavakkul deb Urumchiga keldim. Mana 5 yil bo'ldi. Yoz kunlari meva-cheva setib baqqallik qilaman. Qish kunlari poyezd stansiya va avtobus bekatida hammollik qilaman. Turmushimiz qutulluq o'tsimi, qulimiz az to'la pul ko'rib turdi. Har holda yurtdagidan yaxshi. 4 balam bor. Cho'ng qizim 3-sinfgacha o'qigan. Keyin o'qish pulini to'lay olmay o'qishdan qoldi. Hozir xalqning uyida bola boqdi. Undan kichigi o'g'il, unimi o'qita olmadim. Ko'chada oyoq maylab pul topadi. Qolgan ikkisi tex kichik. Men Urumchiga yengli kelgan yana bir kishi bilan paranglashdim. Nimasini aytsiz ukam? Men Aqsuning Bay noyisidan keldim. Yeshim 54 da. 5 bolaning dadisiman. Qeyrg'anda beshimga bu sarsanchilik tushdi. So'zlisi gap bo'ladi, so'zlimisi dard. Men asli tug'ma dehqon. Ismni bilganimdan tartib yerga ishlab keldim. Lekin ishdan tizdan oshmadi. Alvang seliq yildan yilga ko'payib ketdi. Mana men bu yil sanab turib 30 necha alvang seliq to'ladim. Qarz to'lashga pulim yo'q. Birdan bir mulkim, bir kalamni tartib elishdi. Bu dardga chidamay, Qotandagi oxirgi bir tal qo'yimni 250 yuanga setib, ayolim va bosh bolamga 20 yuanni yetlik deb qoldirib, qolganini yo'l kirosi qilib Urumchiga kelganimga mana bir hafta bo'ldi. Xeylig'icha qiladigan bir ishning ipi yo'q. Yurtliqlarimning uyida turyapman. Endi qaytay desammi qayta olmayman. Akalgan pulim tugidi. Men yana bir qancha kishi bilan suhbatlashdim. Ularga o'xshashda yurtdagi namratlik va nahaq zulmlardan shikoyat qilishdi. Gerçi namrat va chapaliq bo'lsa-mu, hozirgi turmushidan rozi ekanligini, yurtiga asla qaytmaydiganligini aytishdi. Lekin bu bechoralarga bu yerda tinchlik yo'q ekan. Ularning deyishicha, Urumchi shaharlik hukumat va avtonom rayondan bir qancha qitim odamlar chiqib, bu yerdagilarni o'z ixtiyorligi bilan yurtlarga ketishini, bo'lmasa uylarini majburiy chekib etadiganligini aytib tahdid soldi. Kim biladi, at'o'gun hukumat rostini deganini qilsa, bu bechoralar yana nalarda sarson bo'lib yurarkin. Meni hammadan bak bolalarning ahvoli qayg'u soldi. Sababi bu yerdagi bolalarning mutlaq ko'pchiligi iqtisodiy qiyinchilik tufayli maktabda o'qiy olmaydi ekan. Turmush halakchiligida kichik turiblar ba'zilari ushaq-tushak narsalarni sotadi ekan. Ba'zisi ko'chada maylamchilik qiladi ekan. Buni qila olmaganlari har turli yomon yo'llarga kirib ketadi ekan. Shu yerda yashaydigan 16-17 yoshlardagi bir bola menga birga o'sgan tangtishlaridan ko'pchiligining yomon yo'llarga kirib ketganligini aytib berdi. Ulardan ba'zisi o'g'ri yanchiqchilarga agishib, ishkira Xitoyga ketganicha deraksiz yo'q bo'lib ketibdi. Ba'zisi zaharlik chekimlik chekib jinidan ayrilibdi. Texmo yomoni har turli yomon yo'llarga kirib ketgan o'smir bolalarning orasida qizlarmi xeli ko'p ekan. Men ziyoratimni oxirlashtirib qaytdim. Vujudimni cheksiz mung hasrat shulg'ib oldi. Hisobsiz boyliqqa to'lgan bir vatanning egisi turib, namratlik azobida jon talashayotgan, yurtining bog'laridan o'rin tegmay, tog'larida sarson bo'lib yurgan baxtsiz qarindoshlarimga ich-ichimdan echindim. 2002 yili 2 oyning 16 kuni Urumchi.
buğda. Hörmətli radio anlıqçılar, 23 mart günü Uyghur Avazı Radyosu qayta anlatış başlagandan keyin Türkiye, Saudiya Arabiston, İran, Yaponiya ve Malezya qatarlıq dövlətlərdəki bir qism anlıqçılarımız stansiyamızga xat yazıb bizni qızğın təbrikledi və rəhmətlərini yetkizdi. Tövəndə sizlərə Uyghur Avazı Radyosu qayta anlatış başlagan bir haftadan buyon stansiyamizga kelgan tabrik xatlardan bir qanchisini diqqatingizga sunamiz. Yaponiyadagi anlıqçımız bizga yozgan xatida Uyghur Ovozi Radiosuning qayta anglatish boshlaganligidan intayin xursand bo'ldim. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Menmi sizlar bilan birga vatan millat uchun qo'limdan kelishcha xizmat qilsam degan orzuyim bor. Saudiya Arabistonda istiqomat qilayotgan anglag'uchimiz Nurmuhammadjon xatida Uyghur Ovozi Radiosi orqali millatimizning ovozini anglash fursatiga ega qilganinglar uchun sizlarga ko'p rahmat. Sizlarni tabriklayman va bu xayrli ishingizga utuq tilayman. Erondan anglag'uchimiz bizga yozgan xatida Assalomu alaykum hurmatli Sharq Turkiston informatsion markazida Uyghur Ovozi internet radiosi uchun tirishib ishlayotgan qarindoshlar. Men sizlarni qizg'in tabriklayman va sizlardan samimiy hol so'rayman. Uyghur Ovozi radiosining qiyinchiliklarni yengib, qaytadan anglashga boshlaganligidan bak xushal bo'ldim. Vatan ichi va sirtidagi Uyg'urlar haqida bergan xabarlaringiz uchun ko'p rahmat. Hörmətli radio anlıqçılar, yuqorida Uyghur Ovozi Radiosuning Uyg'urcha anglitishini diqqatingizga sundim. Ko'ngil quyib anglag'aningizga rahmat. Sizlar qatorliq anglitishimizni ko'rishaylik. Xayri xo'sh.